Bu formamiz ovlet, mana etiketkalarni ko'rishingiz bo'ladi. Yaqinroq ko'pchilik taniydi. Ayol va erkaklarga universal kiyilaveradi. Murska, jenskiy, ayol, erkak farqi yo'q. O'zim ham sanamagandim, endi sanayapman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 xil. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Assalomu alaykum. U4 YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun navbatdagi formamiz turetskiy formalar. Ko'p mijozlarimiz turetskiy formalar, original formalar bormi deb ko'p kommentariyalarda, telefonlarda so'rashadi. Shuning uchun bugun navbatdagi videomiz bu ovlet turetskiy forma haqida gaplashamiz. Bu videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Bu navbatdagi video sizdan o'tib ketib qolmaslik uchun, sizga ko'rish uchun sabab bo'ladi. Bizni kuzatib boring, boshladik. Bu formamiz ovlet, mana etiketkalarni ko'rishingiz bo'ladi. Yaqinroq ko'pchilik taniydi. Bu ovlet Turkiyaniki. Materiali Lux Lacra deymiz. Cho'ziluvchan bo'ladi, yumshoqroq bo'ladi, muzayroq bo'ladi. Mana yaqindan ko'ringlar. Bundan oldingi videolarimizda esinglarda bo'lsa, ko'rmaganlarimizni ko'rsalar ham bo'ladi. Videolarimizda ro'yxatida bor. Chizgi turetskiy formani obzor qilgandik. Bu xuddi o'sha Turkiyaniki, undan sal yuqoriroq sifatda, yuqoriroq brend bo'ladi. Buni qulayligi nima desa, chizgi formamizga nisbatan yana ham yumshoqroq, mayinroq bo'ladi. Ranglari yarkiyroq chiqadi. Keyin buni modelida stok yoqqa zamochkaligida sal ixchamroq olgan. Buni mana ko'rsalar ham bo'ladi. Oldi qismi stok yoqa, qisqa zamochka qo'ygan bu yerga. Buni yoqalari ham o'zidan chiqqan, primoy. Addeni bo'lmaydi, bu yenglari. Yelka addeni bas, общий o'zidan chiqqan. Keyin cho'ntaklarini ham ko'rsalar, mana pastki cho'ntak qavati uncha ko'rinmaydi ko'zga, mana kiyganda skromni ushlab turadi. Cho'ntak kengtonligi ham yaxshi. Bu modelimizni ham shim qismini olishdan oldin orqasini ko'rsataymi, orqasini ko'rsatmayapmiz, orqasini ko'rsalayman ham tekis chiroyli ishlangan, skromni, kiyganingizda juda chiroyli turadi. Buni keyin shim qismlari ham. Fasonni ham shim sifat qilib ishlangan. Mana ko'rsangiz bo'ladi, belini qalinroq ishlagan, rezinkalarini remen qo'ygan, belini toraytirsangiz bo'ladi. Bundan tashqari ikkita yon cho'ntagimiz bor. Mana yon tomondan ko'rsangiz bo'ladi, chuqur yaxshi keng tonligi. Bundan tashqari orqa cho'ntaklarimiz bor bunda, orqa yon cho'ntaklarimiz. Keyin bu pastki qavatda bunaqa yon cho'ntaklarimiz ham bunda qo'shilgan mana. Mana ruchka solib qo'ysangiz ham bo'ladi bu yerga, qo'lingizga telefon mana shu narsalar solinsa bo'laveradi. Shimlari shim sifat ishlangan, tepasini ham juda chiroyli chiqqan. Endi bu modellarimizni ranglarini ko'rsataman. Hozir bundan oldingi videolarimizda biz ko'rsatardik. Bunda 6 xil, 8 xil degandik. Hozir ranglar ancha ko'payib qoldi. Har bittasini yeshilkada turgan joyda ko'rsataman. Bu ayollar uchun, keyin buni ranglar ishlanib bittasini aytib qo'ying. Buni razmerlari xo'p, 38 razmerdan 52 gacha bo'ladi. 38 dan 52 gacha. Bu degani biz o'zbek razmeridan 44-46, katta 50 razmerlari 56-58, ba'zi 60 razmerlarga ham tushyapti. Keyin bu modelimiz ranglari to'q, ochiq borligini ahamiyat bersangiz, bular ayol va erkaklarga universal kiyilaveradi. Murska, jenskiy, ayol, erkak farqi yo'q. Har ikki tomon. Bu degani klinika ayol erkaklarni bir xil qilaman deysizmi yoki ayolingiz bilan yoki xo'jayiningiz bilan bir xil kiyaman desangiz yoki hozir studentlar ko'p syomkaga tushishyapti, fotosessiyalarga, oilaviy, ya'ni kelinchaklar, kelin va kuyov bir xil qilib ham, farq qilib ham olishyapti. Endi ranglarni ko'rsatib boramiz. Ayollar uchun bunaqa chiroyli ranglarimiz bor. Keyin bu oq rangimiz ham bor, ayol erkaklarga tushadi bemalol. Keyin bu rangimiz ham yaqinda kelishni boshladi. Ochiq havo rang kiyganda juda chiroyli turadi mana shu rang ham. Hozirgi kunda yaxshi sotyapmiz. Keyin bu bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, mana seriya ranglarimiz bor. Bu ovlet firmamizdan murskoy, jenskiy bemalol kiyilaveradi. Bunaqa ochiq ranglarimiz ham bor. Ayollar ham shu rangini juda yaxshi ko'rib olishyapti. Biz o'zimizda sotuvi yaxshi. Bu modelimizda bunaqa malina rangi bor. Bunaqa jinsiy svetlarimiz ham bor. Bunaqa jinsiy svet ham juda chiroyli turadi. Telefonda sal o'zgarayotgandir, lekin kiyganda realni ko'radigan bo'lsangiz, chiroyli ko'rinadi ko'zingizga. Keyin bunaqa elektr svetlarimiz bor. Keyin bundan tashqari bunaqa to'qroq siniy ranglarimiz ham bor. Keyin bu tomonda ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Buni hozir bir chekkaga elib turaylik-da, keyin o'sha ranglarni bitta qilib ko'rsataman. Nech xilligini sanaymiz. Xo'p, qora rangi bor, ayol erkaklar kiyaveradi. Bordoviy rangi bor, buni ham ayol erkaklar bemalol kiyishaveradi. Bunaqa to'q mentolimiz bor, buni ham ayol erkak bemalol kiyishaveradi. Ranglari juda chiroyli. Bu rang yana plus tomoni oppoq odamga ham, qoracharoq odamga ham bemalol tushadi. Haligi rangi tushadimi, tushmaydimi degan ikkilanadigan odamlarga bemalol tavsiya qilamiz. Bunaqa hakki svetimiz bor. Bu rangi ham juda chiroyli turibdi. Yaxshi sotuvda bo'lib turibdi bu rangimiz ham. Keyin bunaqa yashilli to'qroq ranglari ham bor. Bu ham juda chiroyli turadi. Neobechniy. Bu ranglar asosan ovletda kelyapti bular ham. Ajralib turadigan rang. Bu haligi ochiqroq singdi, bu sal to'qrog'i, yana ham to'qroq variantimiz.
Bularni endi bu yerga umumiy ranglarini terib chiqsak, kelavering, umumiy nechta rang borligini ko'rsatib beramiz. Xo'p, bu yerda bu 3 xil rangimizni olmadik. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Hamma ranglarni yig'dik. Xo'p. Taqdirlaydigan bo'lsak, mana men o'zim ham sanamagandim, endi sanayapman. 1 2 3 4 5 6 7 8 xil 9 10 11 12 13 14 15 xil ranglari bor ekan. Men bemalol qo'lga olib ham ko'rsatay, bir qator ko'rsin. Bunaqa rangda assortiment qilib ko'p magazinda bo'lmaydi. Shuning uchun ranglarni ko'rsatyapman. Bemalol onlaynmi, do'konga kelibmi, xarid qilib shunaqa ranglarni bemalol tanlab olsangiz bo'ladi. Menimcha ko'rinyapti shekilli. Xo'p, endi bu modelimiz kimga yoqayotgan bo'lsa, qanday zakaz qilaman, qanday bu formalar oson bo'ladigan savollar bo'layotgan bo'lsa, ushbu raqamlarga, ya'ni 78 lik 113 68 70 raqamlarga aloqaga chiqib, bu formani zakaz qilsangiz bo'ladi yoki Instagram yoki Telegramda adminlaringizga murojaat qilib, shu formada olmoqchiman, Ovlet Redga qanaqa ranglari bor desangiz, shu 15 xil formamizga kataloglarni tashlab beramiz. Razmerlarni qayta aytaman. 38 razmerdan, turetskiy razmer 38 dan boshlab 52 gacha bor. Bu o'zbek razmerida 44-46 bo'ladi. Katta razmerlari 58-60 gacha bemalol tushaveradi. Ranglari 15 xil bor. Material lux lakri, bu degani yumshoq cho'ziluvchan, dazmol ishlari zo'r, deyarli g'ijim bo'lmaydi. Chunki nimaga stretch cho'ziladi deganimga juda ko'p vrachlarimiz, misol o'zimizni formalarimizdan sifati yaxshi chiqadi, lekin nima muammolari bo'ladi desa, ko'p o'tirsa orqa qism tez g'ijim bo'lib qoladi yoki tizzani orqa qismi tez g'ijim bo'lib qoladi deb aytishadi vrachlarimiz. Yoki men ertalab shashilib qolaman, yuvib ilib qo'yaman doriga deyishadi. Nimaga? So'shilkalarga dazmol qilgani vaqtlari bo'lmay qoladi. Buni zo'r tomoni yuvib chiroyli qilib ilib qo'ysangiz, dazmol ham o'ta muhim emas bularga. Dazmolda zo'r ushlaydi, ancha-muncha g'ijim bo'lmaydi. 10 marta dazmol qilmaysiz, 1 marta dazmol qilasiz, bu vaqtingizni ham tejaydi, hozirgi kunda elektr energiyani ham tejashga sababchi bo'ladi. Xo'p, zakaz qiluvchilarga aytdik. Bu formamizni O'zbekistonda barcha viloyatlarga pochta xizmatimiz bor. Qoraqalpog'iston bo'ladimi, Voha bo'ladimi, Toshkentmi, Vodiymi, barcha viloyatlarga bemalol zakaz qilaverasizlar. Ushbu aytganimdek 78 113 68 70 yoki U4ning Telegram va Instagram orqali bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Bizni kuzatib boringlar. Sizga videoda qaysi formalar tushunmagan yoki savolingiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Bundan keyin qanaqa formalar, xalatlar afzal qilish kerak bo'lsa, savollar bo'lsa yoki shu formani bizga ko'rsating deb yozsangiz, keyingi videolarda olib boramiz. Bizni kuzatib boringlar. Instagram, Telegram kanalimizga obuna bo'ling va YouTube kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.